Mana yo'lga chiqib ketib qolmang. Shu yoshimda endi temada yurishim uyat men uchun. Necha bir 27 ni qoraladingizmi? 1 yosh teparam. 28 98misiz? 98 mi? Bolangiz 9 yashar 10 yasharmi? Yo'q. Mani bolam endi 4 yosh. Nechaga To'ladi. o'g'lingiz? Noyabrga 4 ga to'ladi mani o'g'lim. O'zi kech turmushga chiqqan. Bola katta edi-ku, 7-8. Yo'q. 7-8 yosh. Bog'chaga chiqadi mani o'g'lim. Nima deyapsiz? Kichkina mani bolam. Siz bir bo'lsa shu Bigodan erga tegib, ajrashib yana qaytib keldi shekilli. Qayerdan bildingiz? Aniq To'g'risini aytdim. Aniq aytdim. hali kuni aytmadingiz. Men o'sha ikkinchi marta bilib kelyapman. Prosta Bigoga kirib chiqqan odam maqsadi shu bo'ladi-da. Erga tegsa yo'qolib qoladi, bo'sh Yo'q, qolganda men aynan keladi. Bigodan turmushga chiqdim men. Bigoga kirayotgan odamga turmushga chiqdim. Qanday? Siz qiz bola bo'lib, o'sha odamga erga tegdingiz. Birinchi xotin bo'ldingizmi? Ham uylanmagan. Ajrashdi sota qolsa. Uylanmagan, hayot ko'rmagan odam, men ham turmushga chiqmagan, qiz bola bo'lib turmushga chiqdik. Любовь bilan. Yo'q, lyubov, menda lyubov bo'lmagan, sovchi qo'yib qo'ymagan. Adresingizni mamti, menga lishkamga yozardi, rosa nomeringizni bering derdi. Bermasdim, qo'rqardim men. Yo'q, yuzinglarni nomerini bering deb aytganda, onamni nomerlarini berib yuborganman. Keyin shu bilan adresinglarni anaqa qilinglar deb qo'ymagan. Keyin lokatsiya tashlab yuborilgan. Bu ertasi kuni anaqasi kelib turgan. Uydilari kelib turgan. Shu bilan 2-3 marta kelishgan. Keyin bo'lib ketib qolgan. Bola yoqarmidi? Yo'q. Shunaqa bo'lib, bola chaqali bo'lib qachon ajrashdingiz? 3 yil bo'ldi. Bir yil yashadingizmi? 1 yil yetar etmas. Mayli. Boshqa bir baxtingizni bersin, bir boyvachcha bir erkak uchrasin. Rahmat. Yoshi katta bo'lsa ham tega olavering, puli bo'lsa. Voy, yo'q, unaqa demang, kerak emas. Yosh kattaga tegib, keyin u odam o'tib qolsa, man yana ersiz qolib, man yana 3-chi turmush quraman deb o'tiraman. Hatta bilan o'lib qolasa deb. Bu 36, 38 ga kirgan odamga tegavering, o'lib qolsa deb. Yo'q, qo'ying, unaqa narsa qila olmayman. Shunaqa. Kimisiz? Yo'q. Emasman. Hayotingiz kino qilib ishlayotganda, gapirmang, to'padir. Kino qilib ishlasa bo'ladi lekin. Bitta qiror chiqadi lekin meni hayotimdan. Bitta zo'r qiror chiqadi. Rasman o'zi qiror ko'raman. Chunki serial ko'rish yaxshi ko'rmayman-da, qiror ko'raman. Qirorda har doim har xil narsalar bo'ladi. O'sha yoqadi menga. Shunaqa.